Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi ko'p obunachilarimiz so'rayotgandi. Suvni ko'rsatadigan datchik. Cobalt mashinasida bo'lmaydi, bilasizlar. Mana bu tablosi ham bo'lmaydi. Faqat tashqarini ko'rsatadigan temperatura datchigi bo'ladi. Mana bu avarinkaning yonida knopka bor. Airbag kontroli bu hech qanaqa ish bajarmaydigan knopka. Faqat kontrol belgisini berib turadi. O'shaning joyiga suv temperaturasini chiqaradigan datchik qo'yib beryapmiz. Mana hozir 82 gradus bo'lib turibdi. Mabodo mashinani ventilyatori ishlamay qolsa, ko'p oqibatlarga olib keladi. Hozir biz o'rnatib beramiz. Bu mashina o'zimniki bo'ladi. Juda ham kerak bo'lyapti shu narsa. Endi ko'p chiqayotgan hozir yangi mashinalar termosida ishlamay qolyapti, termosda ochmay qolyapti, ochsa yopmay qolyapti. Mashina qizib ketyapti. Shunaqa muammo ko'p bo'layotganligi uchun bu datchikni qo'yish juda ham kerak ekan. Hozir bu datchikni o'rnatamiz. O'rnatgandan keyin tayyor holatini ko'rsatib o'tamiz narxlar bilan. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Yaxshilab ahamiyat qilamiz mana. Suv datchik ishlab turibdi. 62 gradus qizigan bo'lib turibdi. 63, 62. Kompyuter desa mana 63. 63. Bu yerda ham 63, 64, 63, mana 64. Bir xil ishlayapti ikkalovi ham. Endi yaxshilab kompyuter oldiga qaratib beraman mana. 64, 64. Bir xil ishlayapti. 65 bo'ldi bu ham. 64, 65 xullas. Bir xil ishlayapti, hech qanaqa ikkilanmasdan ishlayapti. Bu narsani qo'yishni hammaga tavsiya qilaman, chunki motorda ventilyator ishlamay qolsa, mabodo qanaqadir muammo bo'lsa, mashina qaynab ketib, bilasizlar, motor ushlaydi. O'shandan saqlab qoladigan narsa mana shu bo'ladi. Yuzdan o'tgandan keyin o'zi signal berib qoladi. O'sha signal bergandan keyin demak mashinani o'chirish kerak, ogohlantirish belgisini beradi. Hech narsa qo'ydirmasalar ham mana shu temperatura datchikni qo'ydirish kerak обязательно. Cobalt Spark'ga yo'q. Spark'larga ham qo'yib beramiz. Yaxshilab ahamiyat qilamiz. Zazorlar zavodskiy bo'ladi. O'zini joyidagini olib tashlaymiz. Uzoqdan ko'rinishi mana. Mana shu ishlaymiz. 69 gradus. 69, mana bu yerda ham 69. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol keslaringiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, uстановка o'rnatib berish hamma narsa ichida 400 ming so'm pul bo'ladi. 100% garantiya. Erta qanaqadir отказ bo'lsa, boshqasini qo'yib beramiz. Videoni qo'ldan kelgancha tanishlarga tarqatamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol keslaringiz bo'ladi. Adresimiz Termiz shahri 2-akademik litsey to'g'risida ishlaymiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.